Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana biz hozir ikkinchi darsimizni boshlaymiz. 3D Max'da o'tgan darsda ko'rib chiqqanimizdek. Hop. Birinchi darsimizda interfeys bilan tanishib chiqdik yuqorida. Tanishib chiqmagan bo'limlarimizni keyingi darslar mobaynida ko'rib boramiz deb aytib o'tdim. Hop, bugun 3D Max'da create bo'limini ko'rib chiqamiz. Ya'ni create bo'limida geometry bo'limini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda 6 ta bo'lim bor. Bu bo'limlarning ichida yana bo'limlari bor, o'zining bo'limchalari bor. Bu yerda mana geometry bo'limida standart primitivlar, birinchisi standart primitivlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ishchi oynamizni Alt W bilan katta qilib olaman. Bu yerda mana standart primitivlarda standart geometrik shakllar sizga ko'rsatiladi. Mana box. Sichqonchani mana chak tugmasini bosib, qo'yib yubormasdan yo'naltiryapman sichqonchani va qo'yib yuborib tepaga qarab ko'tardim yana sichqonchani. Yana bitta chertdim. Bunda chizgan boksimizni mana parametrlari turibdi. Mana boksni chizdik va uni pastida o'zining parametrlari turibdi. Bu yerga mana uni eni, uzunligi va balandligi. Bu yerga mana o'zimiz klaviatura orqali razmerlar kiritishimiz mumkin. Misol uchun mana klaviaturada 100 va tab klavishasini bosaman, yana 100. Eni ham, uzunligi ham 100 va balandligini ham 100 beraman. Mana 100 ga 100 kvadrat kubik hosil bo'ldi. Endi buni length, ya'ni eniga segment, width uzunligiga va balandligiga segment, ya'ni qovurg'alar tashlab beradi bu yerda. Bittadan turibdi hozir. Bu yerga mana ikkita qilaman. E'tibor bering. Ikkita qovurg'a qo'ydi. 3 ta, 4 ta. Endi uzunligiga 1, 2, 3 ta mana. 4 ta. Balandligiga ham qovurg'a tashlab olamiz. Bular keyinchalik har xil formadagi 3D modellarni yasayotganlaringizda bu qovurg'alar nima uchun kerakligini tushunib boraverasizlar. Har doimgidek har qanday shaklda 3D modelni chizganingizda, 3D ularni belgilaganingizdan keyin mana belgilayapman va ikkinchi bo'lim mana create yonida mana modify bo'limiga o'tsangiz, buni yana parametrlarni sizga qaytarib ko'rsatib beradi. Mana yana shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Bu yerda mana 100 sm deyilyapti, ya'ni 1 metrga 1 metr qilib boks chizyapman. Endi o'sha birliklarni bir nastroyka qilishni ko'rib ketamiz bir yo'li. Customize bo'limiga kiramizda bu yerda unit setupga kirsak, bu yerda mana masshtablarni, ya'ni qaysi o'lchamlarda ishlaysan. Mana metrga bossak, mana strelkachasiga bosamiz, variantlar mana millimetr, santimetr, metr va kilometr. Xohlasangiz millimetrda ishlang, xohlasangiz santimetrda, xohlasangiz metrda. Odatda santimetrda ko'proq ishlaganimiz uchun mana santimetrda tanlab qo'yamiz va OK tugmasi bosiladi. Hop, shunda biz mana santimetrda beryapmiz. Bu yerga endi mayli 10 santimetrga 10 santimetr qilib yozsak, mana razmeri. Xuddi o'sha boksimiz kichiraydi. Hop, keyin davom etamiz standart primitivlarda. Keyingisi sfera, ya'ni bu shar. Bunda ham xuddi shunday o'zining parametrlari beriladi. 25 radiusi, shu sharigimizning radiusi 25 ekan. Demak, buni diametri 50 bo'ladi. Bu yerga radiusni 10 beraman. Z klavishasini bossak, bizga buni yaqinlashtirib beradi. E'tibor qarating, bunda ham mana segmentlar
32 ta segment turibdi. Pastga ozaytirish, ko'paytirish mumkin ekan. Buni ozaytirib ko'ramiz sizlar bilan. Segmentlar sonini. E'tibor bering. Bu sfera sferaga o'xshamay qoldi. Segmentlar uni qanchalik planli, ya'ni yumshoqligiga, aylanaligini hosil qilishga yordam beryapti mana. Segmentlar, qovurg'alar. Qancha ko'paytirsak, buni qancha ko'paytirsak, shuncha yumaloqligi sezilarli darajada bo'lib boradi. Mana sichqonchani o'ng tugmasini bosib, bu kamandadan chiqib ketaman va bo'sh joyga sichqonchani chap tugmasini bosyapman, qo'yib yubordim. Klaviaturada F4 tugmasini bossak, bu qovurg'asiz rejimga o'tadi. Qovurg'ali. Mana F4 tugmasini bosyapman. Ya'ni mana F4 tugmasini bosyapman klavish. Xo'p, endi F4 ni bossak chiqyapti, F4 ni bossak yo'qolyapti. F3 ni bossak bu umuman karkasli rejimga o'tadi. Объемli. U orqasidagi qovurg'alari ham bizga ko'rinib turadi. F3. Bunisi F3. Xo'p. Keyin silindr. Standart shakllangan silindr. Birinchi radiusini beryapti. Keyin balandligini beryapti. Mana. Bunda nechta parametr bor ekan? Mana modify bo'lmagani o'tyapman. Bu yerda mana radiusini 5 bersak 10 diametr bo'lyapti. Va buni balandligi 50 sm. Endi qovurg'alari mana balandligiga javob beradigan bir qovurg'alarni bir qilib qo'yaman. Bitta qovurg'a yetadi. Endi aylanaligini tashkil etuvchi 18 ta qovurg'asi bor ekan. Buni qancha ko'paytirsak, shuncha aylanaga o'xshab boradi mana. F4 ni bosib qovurg'asi rejimiga o'tib oldim. Silindr. F4 ni bosib yana qovurg'ani chiqarib oldim. Endi buni segmentlar sonini qancha ozaytirsak, mana e'tibor qiling. Bu shakli silindr emas. 5 burchakli bo'lib qoldi mana. 4 taqillik va 3 taqillik. 3 burchak shaklni hosil qilyapti 3 ta segment. Demak bu minimalni 18 ta turishi kerak. Buni aylanani silindrligini ko'rsatib turish uchun kamida 18 ta segment bo'lishi kerak ekan bizda. Xo'p, keyingisi koni. Ya'ni konus, mana konusda katta diametri, birinchi radiusi va uni balandligi va uni ikkinchi radiusi. Ikkinchi radiusini 0 qilib olsak ham bo'ladi. 0 qilib olsak nima bo'ladi? 3 lik bo'ladi. 3 mana pastki radiusi 20. Endi uni balandligi 60 bo'lsin. Hammasi santimetrda. Mana konus. Endi tepadagi radiusni ham 2 beradigan bo'lsak, mana 3 kesilgan konus. Qoladi. Konusda. Endi F4 ni bossak, mana bunda ham o'ziga yetarlicha qovurg'alari bor. Mana balandligiga javob beradigan va aylanaligiga javob beradigan. Konusda ham segmentlar qancha ozaytirsak, aylanaligi yo'qolib boryapti. Har doim har qanday aytdim 3D shakllar chizilganda uni o'ng tarafda mana parametrlar. Buni sichqonchani bosib yo'qotib qo'ydingiz, uni topa olmayapsiz. Belgilayapman, yo'q chiqmayapti. Nima qilish kerak? Albatta modify bo'limiga o'tish kerak. Mana o'shanda bu parametrlarni kelib ko'rsatib turadi sizga. Bu yerga modify bo'limiga o'tish kerak bo'ladi. Keyin o'sha create panelda keyin torus. Mana torus. Bunda ham katta diametr va kichik diametri. Bunda ham ikkita diametr, ya'ni asosiy diametri 35 bo'lsin va kichkina bu diametri, kichik diametr mana.
Bu nimaga kerak bizga? Qani ishlash mobaynida bu ham bizga kerak bo'ladi. Keyingisi 3D Max ni o'zini singletga obyekt hisoblanadi. Bu teapot, ya'ni choynak. Bunda ham modify bo'limiga o'tib turib, mana choynakka ham radius beryapti. Buni ham o'zini keraklicha radiusi bor. Va buni 30 radius bersak, endi buni mana segment. Segment nimaga javob beradi mana? Z ni bossak o'zini yaqinlashtirib berardi bizga. Silliqligi. Buni grubi ko'rinib turibdi bizga hozir choynak. Agar shu segmentlarni ko'paytirsak, mana misol uchun 12 ta. F4 ni bossak, bu ko'rinishi ancha yaxshilandi mana. Yumshoqlashdi mana. Silliq bunday aylana bo'lib mana bitlari ham. Buni segmentini qancha ozaytirsak, mana bir segment yo'q. Ikkita segment. Ya'ni bu degan 2%. Qancha ko'paytirsak shuncha silliqlashib va bu keyin render darajasiga olib borganimizda buni minimum darajasi, lekin juda ham kam emas. Kamroq segment bilan buni yumshoqligini hosil qilish harakatida bo'lib qolamiz, chunki bu renderga ta'sir qiladi. Mana keyin bu yerda qolgan mana truba, bularda ham yana bir ko'rib chiqasizlar. Piramida sichqonchani bosib turib tortyapman, qo'yib olib turib yuqoriga ko'taryapman. Piramida va plane. Bu plane degani mana tekislik. Hammasida mana F4 ni bossak qovurg'alari bor. Mana planda bizga shu qovurg'alar kerakmi? Kerak bo'lsa qoladi, kerak bo'lmasa bittadan qilib qo'ysak yetadi bizga. Yoki mana ikkitadan qovurg'alar. Bularda hammasi mana har safar har qanday shakl chizayotganda mana boks chizyapman. Yana bitta boks chizsam, e'tibor qiling, har safar boshqacha rang beryapti. Bu o'zi avtomatik rang tanlayapti, bir-biridan ajrab turish uchun. Bu yerda rang. Bularni hammasini belgilab turib, bir xil rang berib qo'ysak ham bo'ladi. F4 ni bossak, demak, standart primitivlar shulardan iborat. Ularni bir qator ko'rib chiqasizlar. Ikkinchi darsimizga yetarli bo'ldi. Ko'rib chiqasizlar. Keyingi darslarda poli va boshqa bo'limlarni ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.